Mana odamlar uyiga nimalar qilyapti? Mana bu super mo'yishchi aboy bo'ladi. Mana bu qo'limdagi tarvuzni po'chog'i bo'ladi. Jaydari bola kelib turib, mana shunday qilib ishqab, shatma qilib, qizartirib tashlasa ham, mana shunday qilib suvda oladi yangajonlarimiz. Bitta yuvadigan bo'lsa, top-toza bo'ladi, aboyingiz yirtilmaydigandan bo'ladi. Operator ko'rsating. Mana buni qaranglar. Eng so'nggi fasondagi remontlarimizni Farg'onadan, Rishtonidan ustakalarimiz qilib beryapti-kanu. Eng zo'ridan bo'ladi. 1 metr kvadrati hozirgi kunda mana shunday zo'r aboylarni yopishtirib berishi 60 ming so'm bo'ladi. Mana shunday dekorativniy PVX mramorlarimizni bir donasini shuni qo'yib berishi 200 ming so'm bo'lar ekan. Taroqlari ham alohida hisoblanar ekan 30 ming so'mdan 1 metr. Xohlasangiz ustalar original, polingizni ham qoqib beradi, patologiyangizni ham. Polimizni 1 metr kvadratini qoqib berishi 35 ming so'm, dekor plaslarimizni shu fasonda qilib berish kvadrati 35 ming so'mdan. Agar gipsokartonda tekis qilib qoqib beradigan bo'lsa 120 ming so'mdan bir dona listini. Akalar, aboylarimizni choklarga bitta e'tibor beringlar. Haqiqiy tajribali ustakalarimiz zo'r qilib bergan eng zo'rlaridan bo'lar ekan. Aytilgan narxlar vodiyga amal qiladi. Toshkent vohaga kelishiladi. Pastda nomer qoldiraman, aloqaga chiqaverasizlar.